hech narsasi yo'q bo'lsa ham zo'r yashayvergan ekan. Afif bo'lgan ekan, birovga da'vat aytib ming'illamagan ekan. Chunki asosiy narsani topgan ekan. Allohga oshiq bo'lgan ekan, Allohga muhabbat qo'ygan ekan. Mana endi birodarlar 40 daqiqadan o'tib qopti. Sizlar uchun tayyorlab qo'ygan qissani mana oxirgisi. Ana shu jannatga oshiq bo'lgan, oxiratdagi uyini vatanda bilgan kishilarning hayotidan bir lavhani gapirib beramiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Abu Qudoma Shomiy tarixda o'tgan ulug' insonlardan, olimlardan, Alloh yo'lida jihodda umrini o'tkazgan kishilardan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda masjidda o'tirganlarda bir to'p kishilar kelib, "Ey Abu Qudoma, siz juda ko'p g'azotlarda, juda ko'p janglarda ishtirok etgansiz. Mana shu g'azotlarda ko'rgan eng sizni qoyil qoldirgan bir qissani gapirib bermaysizmi?" deganda u kishi labbay deb javob berdi. Madina atrofidagi ba'zi Ruqo degan shaharlarda biriga kirdimda, tuya olmoqchi bo'ldim. Alloh yo'lida jihad qilishlik uchun, yuklarni yuklashlik uchun tuya olmoqchi bo'lib kirgan paytimda va masjidga borib, odamlarni Alloh yo'lida jihad qilishlikka rag'batlantirdi, da'vat qildi va o'zini o'tirgan hujrasiga borib o'tirganda bir ayol kishi kelib chaqirdi. "Abu Qudoma, sizmisiz?" dedi. "Ha, men" dedi. Har ayol kishi yuzini to'sgan holatda keldi va aytdiki, "Siz odamlarni Allohning yo'lida jihodga da'vat qilyapsiz ekan va ularni mana shu narsaga shijoatlantiryapsiz ekan. Men ayol kishiman. Alloh menga hech qaysi ayollarga bermagan chiroyli bir sochni ato etdi. Alloh yo'lida infoq qiladigan boshqa narsam yo'qligidan Alloh yo'lidagi g'oziylarga bir yordam bo'lsin deb sochimni qirqib, undan bir ip to'qidim. Shuni oling, Alloh yo'lida sizga bir asqatar. Shoyat Alloh yo'lida unga bir chang tegsa, Alloh taolo shu tufayli meni gunohlarimni kechirib jannatga kirgizsa. Men deydi beva tul xotinman deydi. Erim va og'a-inilarim Alloh yo'lida shahid bo'lishgan. Bir dona o'g'lim bor deydi. O'g'limni qo'shib bermoqchi edim, 15 ga kirgan o'g'lim deydi. Lekin safarga ketib qoldi. Lekin siz ketib qolgunicha kelib qolsa qo'shib berib yuboraman deydi. Abu Qudoma bu ayol kishining tazg'iyasini ko'rib hayron bo'ldi. Ipni oluvdi, hali aytdiki, ko'zimni oldida birorta bir idishingizga solib qo'ying. Esingizdan chiqib qolib ketmasin. Ko'zini oldida olib bordi, tuyaga ortadigan qopiga solib qo'ydi. Hay ayol kishi chiqib ketdi. "Ey Abu Qudoma, mana erim vafot etgan, o'g'lim bor" dedi. 15 ga kirgan dedi. Qur'on tilovatini zo'r o'rgangan. Chavandozlikda, kamon otishlikda zo'r biladi. Qoyim tunlarda, kunduzlar ro'zador, yoshi 15 ga kirganda safarlarga uchun sizga qo'shib bera olmayapman. Agar bo'lganida sizga qo'shib berardim va Allohning yo'lida hadiya qildim bu bolani dedi.